Har kun bir odam sahar turib namoz o'qiyapti-da. Namoz o'qigandan keyin Allohning kalomidan bir oyat o'qiydi. Estaizu billah. "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal 'ala Allohi fa huwa hasbuh innalloha balighu amrihi qad ja'ala Allohu likulli shay'in qadra." Ni 7 dona o'qib, "Ey Alloh, bugungi rizqimni mo'l-ko'l qilib ber. Men ishimni, hayotimni seni o'zingga topshiraman." deb Allohdan so'rasa, u ertaman shu vaqtga kelguncha Alloh uni rizqi mo'l ko'l qilib beradi unga. Muhtaram jamoat, men gapirayotgan oyat, hadisi shariflarga siz shunaqa ixlos bilan qarangki, bu Qur'onning gapi. Faqat men yetkazib qo'yapman xolos. Mana shu oyatni o'qigandan keyin 7 dona 3 daqiqa o'tmaydi. Jay namozingizni ustida bomdodni o'qib turib 3 daqiqani ichida o'qib qo'yasiz. Buni orqasidan 7 dona salovat aytib qo'yasiz. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim va ala alihi va ashabihi haqqa qadrihi va miqdarihi al-azim. Salavatni aytib qo'ysiz, razaqahullohu ta'ala min haythu la yahtasib. Alloh jalla va ala siz o'ylamagan joydan rizqni mo'l ko'l qilib Alloh bandasiga rizqlantirib qo'yadi deganlar.